O'zbekistonda biz istiqomat qilayotgan turli millat va ellat vakillarimizning o'z urf-odatlarimizni yana ham yoshlarga yetkazib berish uchun, qadriyatlarimizni dunyoga namuna etish uchun ham sharoitlar yaratilib berilgan. Mana 12 ta tilda gazeta, turli tilda gazeta, jurnallar chop etilmoqda. 14 ta tilda radio eshittiruvlar efirga uzatilmoqda. 10 mingtadan ortiq umumiy ta'lim maktablarining 2037 tasida turli qozoq, qirg'iz, turkman, tojik, qoraqalpoq, rus tillarida ta'lim berilayotganining o'zi ham yuksak e'tirofning bir natijasidir. Muhtaram Prezident loyihalar qurilgan Islom sivilizatsiya markazida mana juda katta tantana O'zbekistonda bugun xalqlar do'stligi kuni bayram 30-yilga bag'ishlab mana bizga tabrik yo'llagan ekanlar. Tabrikni mana hozirgina o'qib eshitdik. Juda hayajon bilan tingladik. Tabrikda muhtaram Prezidentimiz juda katta e'tibor bilan urg'u berdiki, bugungi kunda dunyodagi mana globallashuv davrida, notinch davrida O'zbekistonda bugun 157 ta milliy madaniy markaz, 16 ta diniy konfessiya va mana milliy madaniy markazlar hammasi birgalikda mana hamjihatlikda, do'stlikda birga yashaganimiz eng katta boyligimizda e'tirof etdilar. Undan tashqari Prezidentimiz har chiqqanlarda aytadiki, bizning jannat bo'lgan O'zbekiston ko'p millatli mamlakat deydi. Haqiqatda darhaqiqat mana aytadigan bo'lsak, mana O'zbekistonda bugungi kunda 200 mingdan ortiq qirg'iz millati vakillarini istiqomat qilamiz. Bizlar ham mana shu davlat tadbirlarida, mana shu milliy madaniy markazlar tadbirlarida mana bugungidek mana shunday xalqlar do'stlik bayramlar bizlar jamoamiz bilan, vakillarimiz bilan hollar qatnashamizki, hammamizni tilimiz ham, dinimiz ham, niyatimiz ham bir. Hozirgi kunda mana O'zbekistonda bo'layotgan formalar, yangiliklar, mana shu yangi O'zbekistonni o'zi hayoti ham juda ham biz shu xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarga juda katta ta'siri bor. Chunki juda ham katta imенно O'zbekiston tomonidan qo'llab-quvvatlash bizning vatandoshlarga ancha yengilliklar bor. Xohlasak bu mana shu xorijga borib ishlab kelayotgan mana bizni vatandoshlarimiz har xil vaziyatlarga tushadi. Juda katta yordam. Bizni hududimiz olganimizda 100% yordam mana shu yerda O'zbekistondan keladi. Mana migratsiya agentligi degan tomondan, balkim даже mana shu vatandoshlar fond tomonidan biz ham juda katta yordam ko'ramiz.